Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi mavzumiz burun tiqilish haqida sizlar bilan gaplashamiz. Eng ko'p uchraydigan shikoyatlardan bittasi burun nafas olish qiyinchiligi yoki bo'lmasam burun tiqilishi deymiz. Nima sababdan bo'ladi? Qaysi holatlarda e'tibor berish kerak? Shu haqida bugun batafsil gaplashamiz. Burun tiqilishini demak sabablar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi sababi bu allergik rinit, ya'ni burnimizni allergiyasi. Ko'pincha bu qanday namoyon bo'ladi? Ko'pincha bemorlarimiz burni qichiydi, burundan suvli ajrimlar chiqadi, ko'z qichiydi, ko'z yoshlanadi va ko'pincha ertalab turgan paytda tinimsiz aksirish, ya'ni 10-15 marta tinmasdan aksirish boshlaydi. Yana bitta belgisi changi joyga borsa, bu belgilar yana kuchayib ketadigan holat bo'ladi. Agar shundoq klinik belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, burunni tiqilish asosiy sababi bu burunni allergiyasi hisobiga bo'ladi. Ikkinchi sababi eng ko'p uchraydigan sabablardan biri hisoblanadi. Bu burun ichidagi to'sig'imizni qiyshayishi hamda chig'inoqlari kattalashib ketishi holatiga bo'lishi mumkin bo'ladi. Odatda burun to'sig'i qiyshayishi hisobiga yoki chig'inoqlar kattalashishi hisobiga burun tiqilishimiz uzoq vaqt davom etadi. Ya'ni bemorlarimiz oylab, yillab burun yaxshilab olmaydi. Ana shunda demak biz bu shu narsaga demak gumon qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi sababi bu demak eng xalqimizda eng tarqalgan so'z bu gaymarit deyishadi. Ya'ni burun va burun yondosh bo'shliqlarida agar shamollash bo'ladigan bo'lsa, burun tiqilishiga olib kelishi mumkin. Odatda burun shamollashi yoki xalqlarda aytamiz gaymarit bo'lsa qanday namoyon bo'ladi? Ko'pincha burundan yirik ajrimlar keladi, ba'zidan hidli bo'ladi. Bosh sohasida, yuz sohasida, ko'z sohasida og'riqlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Engashganda og'riqlar kuchayishi mumkin bo'ladi. Ba'zida holsizlik, tana haroratining ko'tarilishi kabi belgilar bilan yuzaga keladi. E'tibor berish kerak bo'lgan jihati ko'pincha bunda oddiy shamollashdan keyin gaymarit kasalligi kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Keyingi uchraydigan sabablardan bittasi burnimiz bo'shlig'idagi har xil o'sma kasalliklar deymiz, ya'ni o'sma oldi holatlari bo'ladi. Bu ko'pincha poliplar bo'lishi mumkin bo'ladi, invertiyalniy papilloma bo'lishi mumkin bo'ladi. Yoshlarimizda demak angiofibroma kasalligi bo'lishi mumkin bo'ladi. Ba'zida demak antraxonalniy polipa ham demak burnimizni bitishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Mana shu eng ko'p uchraydigan demak sabablardan biri hisoblanadi. Endi bunday holat bo'layotgan bo'lsa, aynan nimaga e'tibor berish kerak? O'sha haqida gaplashamiz. Demak, allergiya bo'ladigan bo'lsa, allergiyaga qarshi davolanish kerak bo'ladi. Albatta, mutaxassisga murojaat qilgani yaxshi. Allergik rinitni lor shifokori ham davolaydi, allergolog ham davolaydi. Bemalol ikkalasiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bunda maxsus spreylar, ichadigan dorilar hamda dieta tavsiya beriladi. Burun to'sig'i qiyshayishi aniqlangan bo'lsa, albatta buni shifokor albatta qo'yadi. Tashxisini lor shifokorimiz va bunda ko'pincha operatsiya beriladi. Operatsiya bilan bu kasallikdan to'liq xalos bo'lish mumkin bo'ladi. Gaymarit agar sizga tashxis qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni shunaqa ishlarga qo'yiladigan bo'lsa, bunda oddiy medikamentoz, ya'ni antibiotik terapiya, mukolytiklar deymiz, burun yuvishlar kerak bo'lsa, ba'zida funksiyalar orqali bu kasallik davolanadi. Agar polip aniqlanadigan bo'lsa yoki boshqa o'simtalar aniqlanadigan bo'lsa, albatta buni operatsiya bilan tashlanadi. Agar sizda ham shunaqa burun bo'lishi shikoyat bo'layotgan bo'lsa, birinchi navbatda e'tiborga olish kerak bo'ladigan narsa necha kundan beri burnimiz bityapti. Agar bu 1 kun, 2 kun yoki 5 kun, 6 kun, 7 kungacha bo'ladigan bo'lsa va undan keyin o'z-o'zidan nafas olish oshib ketadigan bo'lsa, bu narsadan xavotir olmasa bo'ladi. Agar sizda uzoq vaqtdan beri burningiz yaxshi nafas olmayotgan bo'lsa, unda albatta shifokorga borish tavsiya beriladi. Yana bitta muhim jihati, burningiz bitayotgan paytda o'z boshimchalik bilan burningizga har xil tomchilardan foydalanishni tavsiya bermaymiz. Bu tomchilar burunni battar dangasal qiladi, jo'layotgan narsani orqaga qaytarishi mumkin bo'ladi va shu dorilarga uzoq vaqtga o'rganib qolishingiz mumkin ham bo'ladi. Agar ushbu ma'lumotlar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmaymiz. Ushbu kanalimizga obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqarmang. Buni biladiganlarga bu videoni jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.